Shayx Abdulqodir Jiloniy rahmatullohi alayhining Rabboniylikni anglash va rahmoniy fayzni qozonish kitobidan 5-majlis. Shayx Abdulqodir rahmatullohi alayhi juma kuni 545-yili Shavvol oyining o'rtasida madrasada shunday dedilar: Insonlarning qalblari sof va pok, xalqni unutuvchi va Allohni zikr etuvchi, dunyodan yuz o'girib oxiratni eslovchi, o'zlarining huzurlaridagi narsalarni unutib, Alloh huzuridagi narsalarni yod etuvchi bo'ladi. Lekin sizlar ulardan to'silgansiz. Oxiratdan chetlatib, dunyo bilan mashg'ulsiz. Hayoni tark qilib, Robbingiz azza va jallaga qarshi chiqasiz. Mo'min birodaringning nasihatini qabul qil va unga qarshi chiqma, chunki u sen ko'rmagan kamchiliklarni ko'radi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam mo'minning ko'zgusi deganlar. Abu Dovud, Bayhaqi rivoyatlari. Mo'min kishi mo'min birodariga nisbatan nasihatida sodiqdir. Unga maxfiy bo'lgan narsalarni bayon qilib, yaxshilik va yomonliklar orasini ajratadi. Unga nima zarar va nima foydaligini biladi. Qalbimga insonlarga nasihat qilishni solib qo'ygan va buni eng katta qayg'uga aylantirgan zot aybu nuqsonlardan pokdir. Men nasihat qiluvchiman xolos va buning evaziga biron mukofot xohlamayman. Robbim huzurida men uchun oxiratim hosil bo'ldi. Men dunyo talab qiluvchi emasman. Dunyo va oxiratning emas, balki Haq azza va jallaning quliman. Yaratuvchi yagona qadim bo'lgan zotning quliman. Xursandchiligim sizning najot topishingiz, g'amim halok bo'lishingizdir. Ey yigit, maqsadim sen, o'zim emas. Sen o'zgarasan, men emas. Men yutdim, balki sen o'zing uchun meni istading. Manzilga yetish uchun men bilan bog'landing. Ey insonlar, Allohga va uning mahluqotlariga nisbatan takabburlik qilmang. Qadr-qiymatingizni biling va tavozeli bo'ling. Avvalingiz xor suvdan bo'lgan iflos nutfa va oxiringiz tashlandiq o'laksadir. Tamachi va havoyi nafsning ortidan chopadigan kishilardan bo'lmang. Havoyi nafs taqsimlanmagan narsani so'rashga yoki taqsimlangan narsani xorlik bilan talab qilishga olib boradi. Ey taqdirdan bexabar kishi, senga voy bo'lsin. Sen dunyo odamlari sen uchun taqsimlanmagan narsani berishiga qodir deb o'ylaysanmi? Lekin bu qalbing va boshingda o'rnashib olgan shayton vasvasasi. Sen Allohning emas, balki havoyi nafsning, shayton, tabiating, dirham va dinorlaringning qulisan. Najot topuvchiga qarab harakat qil, shunda uning yo'li sabab najot topasan. Kim najot beruvchini anglamasa, o'zi ham najot topmaydi. Sen najot beruvchi zotni qalbing, botining bilan ko'rmayapsan, ko'zing bilan ko'rasan. Iymoning iymon emas, senda o'zingdan boshqani ko'radigan ko'z yo'q. Alloh taolo aytadi: "Zero ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklaridagi ko'ngillari ko'r bo'lur." Haj surasi 46-oyat. Ta'magir odam dinni tinga sotgan kishiga o'xshaydi. Ya'ni anjirga sotgan kishiga o'xshaydi. Boqiy narsani foniy narsaga sotadi. Natijada unga ham, bunga ham erishmaydi. Modomiki iymoning noqis bo'lar ekan, hayotingni isloh qil, toki insonlarga muhtoj bo'lmagaysan. Diningni ularga qurbon qilib, mollarini yema. Agar iymoning baquvvat bo'lib, kamol topsa, senga qalbingdagi barcha narsalardan uzoqlashish, sabablardan chiqish va Allohga tavakkul qilish lozim bo'ladi. Qalbing shahring, ahling va do'koningdan chiqadi. Qo'lingdagi narsalarni ahling, birodarlaring, yaqinlaringga topshir. Go'yoki o'lim farishtasi ruhingni olgandek, o'lim changali solgandek, yer yorilib seni yutgandek. Bu maqomga yetgan kishiga sabablar zarar bera olmaydi.
Ey jamoa, sabablardan butunlay chetlanishga zikr qilinganidek qodir bo'lmasangizlar, imkoni boricha harakat qiling. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dunyo g'amlaridan qodir bo'lganingizcha forig' bo'linglar deganlar. Haysami rivoyati. Ey yigit, agar dunyo g'amlaridan forig' bo'lishni uddalay olsang, uni qil. Qodir bo'lmasang, qalbing bilan haq tomonga shoshil va uning rahmatiga erishishga harakat et. Toki qalbingdan dunyoning g'ami chiqib ketsin. U zot hamma narsaga qodir va biluvchidir. Har bir narsa uning izmida. Uni eshigini mahkam tut. Undan boshqa narsalardan qalbingni pokla. Unga bog'lan. Qalbni iymon, ma'rifat, ilm bilan to'ldir. Senga ishonch berilishi uchun unga bog'lan va qalbing u bilan ulfat bo'lsin. A'zolaring unga itoat qilish bilan mashg'ul bo'lsin. Hamma narsani faqat undan talab qil. O'zingga o'xshash mahluqlarga xor bo'lma, balki o'zing ham muomalang uning uchun bo'lsin. Ey yigit, amalsiz qalb seni haqqa bir qadam ham yo'latmaydi. Nafsini o'lchov qilib olgan kishining vazni yo'q amallarini xalq uchun zohir qilgan odam, uning amali yo'q. Amallar yolg'izlikda bo'ladi. Zohir qilish lozim bo'lgan farzlardan boshqasini xalq ichida namoyish qilma. Asosni mustahkamla. Agar bino o'zgarsa-yu, asosi mustahkam bo'lsa, binoni tuzatishga qodir bo'lasan. Amallarning asosi tavhid va ixlosdir. Kimda tavhid va ixlos bo'lmasa, amalining foydasi yo'q. Shunday ekan, amallaringning asosini tavhid va ixlos bilan mustahkamla. So'ngra amallarni o'zingning kuch-quvvating bilan emas, Alloh azza va jallaning kuch-quvvati bilan bino qil. Ey Allohim, barcha holatlarimizda bizni nifoqdan uzoq ayla. Bizga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qil. Baqara surasi 201-oyat. Shuning bilan 5-majlis nihoyasiga yetdi.